Yangiliklar. Assalomu alaykum. Yangiliklar dasturi taqdimoti bilan studiyada Dilafruz Yusupova. Har bir yo'nalishda malakali kadrlarni tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri. Bu borada Prezidentimizning Oliy Majlis va xalqimizga qilgan murojaatnomasida ham alohida ta'kidlab o'tildi. O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tomonidan tizimda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislar malakasini oshirish yo'lida 2026-yil uchun bir qator vazifalar belgilab olindi. Jamiyat tarkibidagi o'quv markazi direktori Bobur Karimov intervyusi shu haqda. Hozirgi kunda bizlarda asosiy vazifalarimizdan biri boshqaruv raisimizning topshiriqlariga asosan joriy yilning yanvar oyidan boshlab yangi tashkil etilgan O'zbek gidroenergiya tasarrufidagi Ugejinlun zavodining xodimlarining 3-4 ta yo'nalishlar bo'yicha tezkorlik ravishda malakasini oshirish topshirig'i berilgan va shu munosabat bilan yanvar-fevral oylarida 4 ta yo'nalish bo'yicha malaka oshirish kurslarini boshlaganmiz va bulardan korxonada doimiy faoliyat yurituvchi komissiya a'zolari, mehnat muhofazasi xodimlari, stropolchi yuklovchilar va texnik xodimlarni malakasini oshirish ko'zda tutilgan. Prezidentimizning murojaatnomasida ham 2026-yilda xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishda bu soha bo'yicha ham alohida to'xtalib o'tdilar. Bizlar shuni inobatga olgan holda va bundan keyingi zamin yaratish maqsadida bu bo'yicha har oylik, har kunlik va haftalik desak ham bo'ladi, xodimlarni malaka oshirishlarini yo'lga qo'yganmiz. Reja jadvallar asosida yil davomida 1120 nafar xodimni malakasini oshirish maqsad qilib olingan. Hozirgi kunda modernizatsiya jarayonlari, yangi qurilayotgan GESlarni inobatga olgan holda xodimlarni ishdan ajralmagan holda ish joyini o'zida tashkil qilishni maqsad qilganmiz. Bu yerda mutaxassis xodimlarimiz, o'qituvchilarimiz borib ish jarayonining o'zida vaqt ajratgan holda 2 smenada darslarni tashkil qilish ko'zda tutilgan.